Uyda pechenye tayyorlab sotsam bo'larkan, chunki ozginagina masalliqdan bir dunyo pechenye chiqarkan. Shunaqa ko'rinishli, apetitni pechenyelarni tayyorlashni sizlarga ham bugun o'rgatib qo'yaman. 200 gramm sifatli rashmelka sariyolaridan soldim. Ustidan 150 gramm shakar va 150 gramm o'simlik yog'idan solib, 2 tuxum va vanilinadan solamiz. Bitta aralashtirib, 500 gramm unni 3 ta qismga bo'lib solib, 1 osh qoshiq razg'iliteldan qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni teng 2 ga bo'lib, bittasiga 1 osh qoshiq undan yana sovuramiz, ikkinchisiga 1,5 osh qoshiq kakaodan solib va har bitta xamirdan shunaqa kichkinagina koptochalar yasab olamiz. Siz ham pechenyelar shunaqa qop-qoragina shokoladli bo'lib chiqishini xohlasangiz, 4 ta kakaolardan ishlatishingizni maslahat beraman. Tugilishi esa juda ham oson. Sizga videoda batafsil ko'rsatib berganman. Pechenye yemaydigan bolalarim ham shu formasiga qiziqib, ancha-muncha pechenjeni yeb yorishdi. Endi bularni 170 gradusda oldindan qizdirilgan duxovkada 20 daqiqa davomida pishirib olsak, 2 list to'la chiqadigan 1 kilodan ham oshiq chiqadigan pechenyelarimiz tayyor. Voy, buni mazasini aytmaysizlarmi? Juda ham mazali, og'izda eriydigan bo'lib chiqdi. Endi bu videoni o'zingizga saqlanib qilib tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Uyiga ham zo'r chiqadi deb.